Negadir bu safar bu tarafdagi ekinlarim yaxshi hosil qilmabdi, lekin mana bu tarafdagisi deyarli hammasi hosil qilgan. Mana bundan tashqari kim buni bosib ketgan? Bironta jitil bosib ketgandir. Hammayli bu safar mana bu yerni yig'ishtirib olamiz, chunki bu yer yaxshi hosil qilmagan. Mana ko'rdinglarmi, achigan kartoshkalar tushib, mayli. Bo'lib turadi bu narsalar. Davay mana shu tarafni tezda yig'ishtirib chiqamiz. Barchaga assalom obunachilar. Sizlar bilan Maskefler xush kelibsizlar mani yangigina videomga obunachilarim. Xo'p, o'zingizlarda nima gaplar kommentariyaga yozib ketinglar. Har bir kommentariyani o'qiyman obunachilar. Bekorga kommentariya qo'yilgani yo'q. Xohlagan narsalaringni yozib ketinglar va shu o'rinda eslatib o'tish kerak, kanalimizga ham obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yinglar. Sizlardan iltimosim mana shu, agar shu narsalarni qilgan bo'lsangiz, bemalol videoni mazza qilib tomosha qilavering. Xo'p, yana achigan kartoshkalar jinursin, vobshe obunachilar, nima qilsam shu achigan kartoshkalar mana bunaqa tushmaydi jinursin. Davay kommentariyaga yozib ketinglar bilsangiz. Okey, lekin buni davosi yo'q-ku, hammayli. Agar kimdir yozsa, o'sha ishni qilib ko'raman obunachilarda. Xo'p, endi mana bu yerga kartoshkalarni ekamiz va sandig'imda ham vobshe ko'p ekinlarim to'lib ketgan. Bugun oxirgi kun merga olib borib topshirishim kerak. Xo'sh, mana bu achigan kartoshkani endi merga olib bormaymiz-ku. Aytganday qishlog'imizga Nop va Pro kelgan. Mana bu ikkita uyni qurishgan gap bilan bo'lib sizlarga aytmabman. Qaranglar, buni hozir boramiz obunachilar, ungacha sabr qilib tursalaring. Hozir boramiz o'shalarni oldiga. Xo'p. Okey, va mana bu kriperchani qaranglar. Sizlarga yoqdimi shu ham kommentariyaga yozib ketinglar obunachilar. Yo, tepa chiqib ketdimi hammayli. Va mana qaranglar, mana bu ekinlarni vobshe to'lib ketgan. Bularni endi yig'ishtirguncha sizlar zerikib ketasizlar obunachilar. Zerikmaslikka harakat qilinglar. Okey, mana bunday qilamiz. Ko'rdinglarmi? Yaxshigina pul to'laydi endi mer bizga. Xo'p, nega bu mana bunday bo'lmadi? Da bo'ldi. Boshqa ekinlar qolmadi. Mana bu yerda pullarim turibdi. Nimaga ishlatishni umuman bilganim yo'q. Xo'p, telefonni olamiz, chunki telefon bizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Xo'sh, merga olib borib topshiraman va o'zim izmurtlarni olib kelaman, chunki bu safar ekinlarim juda ko'p boshqa jitillarga qaraganda. Shuning uchun mer juda ko'proq pul berishini kutyapman. Taq. Chinursin taq. Hech qanaqa montajlarsiz hammayli. Xo'p, yo'q. Mayli. Salom janob Berman, mana hamma ekinlarimni olib keldim. Bu safar juda ko'p, qo'limga umuman sig'may ketyapti. Yaxshi askerlar, davay menga tashlab ber hammasini. Yo'q, rostinim juda ko'p ekan oldingiga qaraganda. Nima dedim sizga? Mer ko'p dedim-ku. Xullas, menga qancha izmurt berasiz endi? Senga 1 emas, 2 emas, 3 emas, 4 stek izmurt olmaydi. Bu yerda ekinlaring juda ko'p ekan. Bu yaxshi ishlabsan, Stefler. Mayli. Xo'p, 4 ta olamiz, 4 stek. Okey, bo'ldi. Mana janob mer 4 stek oldi. Mana ko'rib turganingizdek, bo'pti janob mer, ishlaringizga omad. Okey, xo'p. Endi mana bularni sandig'imga solib qo'yaman va ana bu Nova Pro'ni oldiga borishimiz kerak obunachilar. Davay tezroq harakat qilmasak sizlar kutib qoldinglar. Qachon Stefler tezroq Nova Pro'ni oldiga boradi deb kutib o'tiribsizlar. Xo'p, bizga nima kerak? Bu narsalar umuman kerak emas. Xo'sh, okey, xo'p, davay oldiga boramiz endi ana bularni. Let's go. Mana bu Pro'ni uyi ekan, bu esa Nopni. Ya'ni bu uy emas, bedrockli qasrmi nimadir-da, xullas obunachilar o'zlaring nom topib olasizlar. Xullas mana shu ko'rinishdan sizga qaysi biri yoqyapti kommentariyaga yozib ketinglar. Salom Pro, men keldim. Davay uylaringni baholashga kirsam bo'ladimi? Davay kir Stefler, boyadan beri kutib o'tiramiz. Vobshe kechga qolib ketding o'zi ham. Boya ishlarimni qilgandim. Davay kiramiz. Okey, xo'p. Yo'q, obunachilar.
bedrockli qasr yaxshi. Xo'p, mana bu yerdan sakrab demak o'tishimiz kerak. Boya aytganda video olmasimdan oldin sirli sovg'a bo'ladi deganda sanduqda ko'ramiz qani nima bo'lar ekan. Yaxshi, hozircha bemalol o'tib ketyapman. Chunki proni qurgan qasri вообще mana bu ekan, easy ekan obunachilar. Ko'rdinglarmi, bir pasga o'tib ketdi. Mana bu yerda optika va mana obunachilar, mana bu yerda sanduq turibdi. Xo'p, nima deb o'ylaysizlar? Buni ichida nima bor? Kommentariyaga yozib ketinglar. Xo'sh, davay ochib ko'ramiz. Chin ursin hozir tushib ketasiz edim, keyin tushib ketsam yana yo'mayo besaroqqa turganimiz yaxshi ekan. Tushib ketsam yana boshidan boshlashimga to'g'ri kelas edi. Xullas, davay mana bu sanduqni ochamiz. Bu qanaqasi? Yo'mayo, obunachilar, nega ichida hech narsa yo'q? Chin ursin Pro, nimaga ichiga hech narsa solmading? Yo'mayo, Stevlar esimdan chiqib ketibdi. Uzr so'rayman sendan. Uzringni pishirib yeman. Nega bekorga vaqtimni ketkizib shuncha joyga keldim? Mayli. Xo'p, mana bu yerdan endi asta tushib ketamiz obunachilar. Xo'p, o'zinglarda nima gaplar? Yo'mayo, tepadan tushib ketdim. Okey, pastga tushamiz endi. Mayli obunachilar, hech qisi yo'q, yaramas. Pro, ichiga hech narsa qo'ymabsan, uzr Stevlar, keyinroq senga berib ketaman. Nimadir qo'ymoqchi edim, o'sha narsalarni berib ketaman xullas. Ko'ramiz. Xo'p, endi mana bu optikaga keldik obunachilar. Sizga Proniki yo'qdimi? Ya'ni Proni uyi, ya'ni qasri yo'qdimi obunachilar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Pro sal esiroqqa turib tursang yaxshi bo'lasa edi-da, men o'tolmayapman hozir. Buniki mana bu bedrockdan emas ekan, mayli. Tushib ketdikmi? Mayli obunachilar, e'tibor bermanglar. Xo'p, bundan ham hozir easy o'tamiz. Chunki bu narsalar men uchun mana bu yerdan qanday sakrayman hozir? Yo'mayo, mana bu sakrashga qo'ymayapti-ki, bir qanaqa rasvo narsalarni qurgan bu. Obunachilar, bizga ko'z tegdi. Mayli, ko'z teggan yo'q, chunki bu o'zimizga bog'liq. Obunachilar, nima bo'lyapti? Xo'p. Okey, nega knopkalarim ishlamayapti? Okey, mana bunday va mana bunday qilamiz va mana bunday o'tsak, xullas mana bu yerdan ishqilib bu sovg'a qo'ygan bo'lsin. Mana bu optikadan ham o'tdik. Xullas, bu sovg'a qo'ygan bo'lsa, bu yerdan butun qishloq ko'rinar ekan obunachilar. Вообще ajoyib-ku, deyarli butun qishloq, вообще hamma joy ko'rinar ekan bu yerdan. Changlarni pasaytirib qo'yganim uchun u taraf ko'rinmayapti. Xo'p, mana bu yerdan o'tamiz. Okey, qiziqyapman. Xatyabi bizlarga nimadir atab qo'ygandir. Shundaymi? Eshitmaydi u baribir. Xo'p, davay obunachilar. 3 2 1. Xo'p. Yo'mayo, nimaga bular ichiga sovg'a qo'ymagan? Balkim meni qiziqtirish uchun shuncha joydan olib kelishgan, yaramaslar. Shuncha vaqtimni ketkizib shuncha joylardan, parkovlardan o'tib kelyapman, lekin ikkalasidan ham umuman sovg'a chiqmadi, yaramaslar. Chin ursin senlarni la'natlar. Hozir kelib hammangni o'ldirib tashlayman, yaramaslar. Hozir mendan ko'rasizlar. Chin ursin sizlarni. Obunachilar, shuncha joydan kelyapman, ichida hech narsa yo'q. Qilichim qarniydi, agar qurollarim bo'lganda otib tashlasaydim hammasini. Chin ursin senlarni la'natlar, yaramaslar. Mana bu yerga keldi, yaramas. Men senlarga shuncha vaqtimni ajratib kelsam, shuncha joylardan o'tsam, sen yaramaslar. Boya meni suvkanding, indamagandim, yo'q bo'lib ket, la'nati. Chin ursin senlarni. Mayli obunachilar, e'tibor bermanglar. Ko'rmaysizlarmi, shuncha joydan kelib buni o'qisam, parkovlardan o'tsam, oxiriga borganda hech narsa yo'q. Alam qiladi-da shuncha vaqtlaring ketib. Mayli obunachilar, xatyabi biron izmurtmi, biron sovg'a ham qo'yishmagan. Ikkinchi bu qishloqqa kelmalaring la'natlar. Mayli obunachilar, e'tibor bermanglar. Hali qiziq videolar oldinda. Bu video ham qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Hozir nima qilganimni o'zim ham bilmay qoldim to'g'risi. E'tiborga olmaysizlar. Xo'p, qilishni qo'yaman, lekin rostdan nega menda qurol yo'q obunachilar?
Xo'p, telefonni ham qo'yib qo'yaman. Balkim zakaz qilsam, mayli pulim yetmaydi-da. Pulim yetadi, lekin ular olib kelib berishmaydi. Qishloqda mumkin emas. O'tgan videoda, ya'ni obunachilarim ko'rgan bo'lsa, uyimdan qurol do'koni ochgandim va ana bu yerda ham do'kon ochgandim. Jinursin ularni hech narsaga qo'yishmayapti. Yopib tashlashyapti obunachilar. Wow, mana bu shkafni. Stop. Bug bor ekanmi shkafga? To'xtaylar-da. Yum-yo'q. Qiziq gapirib qo'ydim-ku, yum-yo'q. Ha, mayli. Xo'p, nimaga bizda bo'lmayapti buni? Qaranglar, mana bu yerda bug bor ekan, yaxshigina. Buni to'g'irlash kerak, lekin men to'g'irlamayman. Menga farqi yo'q. Xullas, barchaga xayr obunachilar, juda ko'p gapirib yordim. Sizlar bilan men Stefler bo'ldim. Kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosish esingizdan chiqmasin. Barchaga xayr obunachilar. Videoni oxirigacha ko'rganlarga kattakon rahmat.